Men buni ancha kutgan edim va bu orzuga erishdim. Qanaqa orzu deslaring, ko'rib turibsizlar, men kreativda emasman. Lekin kreativda keldim. Bu yerga kelganda o'zingiz bilan juda ham ko'p ovqatlar olib keling. Nimaga deysizmi? Bu yerda tirik qolishingiz kam qoldi. Ha. Ko'rib turibsiz. Bu dunyoning tugashi. Dunyo tugamaydi deb kim ham aytdi? Bu Minecraft shunchaki tush yoki o'yin. Ko'plar bu haqiqiy dunyoga o'xshash deydi. Balkim shundaydir. Lekin men bilamanki, dunyoning oxiri bor. Mana buni qaranglar. Men havoda uchib turibman, kreativda emasman. To'g'ri. Men kreativda emasman. Sizlarga hozirgi dumaloqdan sizlar xalaq berishgan bo'lishi mumkin. Lekin bundan kechirim so'rayman. Bu dunyo soxtaligini hali hech kim bilmaydi. Kommentim kulgili yoki bilmadim. Donalarning donasiga turib ketgan bu. Turib ketishi katta ehtimol. To'g'ri. Men nima qilib yuribman bu dunyoda? Ko'rishlaring mumkin. Bu dunyoning umuman boshqa tomoni. Bu tomonga bo'lmaydi. O'shaning uchun men tepalab chiqyapman. Minecraft dunyosi bizning dunyoga o'xshamaydi. Chunki deganda ko'rib turibsizlar. Biz orqa tomonda chiqib bo'lmaymiz. Minecraft esa bo'ladi. Kim aytibdi Minecraft dunyosida nimalar ham bo'lmaydi deb? Axir bu Minecraft. Bu yerga kelsangiz yana bir bor aytaman, o'zingiz bilan juda ham ko'p ovqat olib kelishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda och qolish ehtimoli juda katta. O'zingiz bilan ovqat olib keling. Xayr, sizlar bilan Lord Minecraft bo'ldi. Agar xohlaslaring Minecraftning keyingi sirlarini ham ochib berish mumkin. Xayr.